Salom hammaga. Sinov 2ga yaqinda kirib keldingizmi? Lekin har o'yinda sizni osonlikcha o'ldirib ketishyaptimi? Unda bu video aynan siz uchun. Bugun siz novichoklar yo'l qo'yadigan eng katta xatolar va o'yiningizni professional darajaga olib chiqadigan top maslahatlarni ko'rib chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Qani ketdik. Birinchi va eng muhim qadam bu sozlamalar. Standart nastroyka bilan o'ynash juda qiyin. O'zingizga qulay sezuvchanlikni toping. Uni juda baland qilib yubormang va albatta grafikani smartfoningizga maksimal va eng stabil FPS bera oladigan darajada sozlang. Silliq o'yin, g'alaba garovi. Ko'pchilik yangi o'yinchilar yugurayotganda pritselni yerga qaratib yurishadi. Bu juda katta xato. Pritselni har doim taxminan dushman chiqadigan joyga qaratib turish kerak. Shunda dushman ko'rinishi bilan tezda headshot berish oson bo'ladi. Mana shu oddiy qoidalarga amal qilsangiz, tez orada o'yiningiz o'sayotganini sezasiz. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarga qaysi qurol yoki xarita haqida gapirib beray, kommentariyada yozib qoldiring. Hammaga omad, ko'rishguncha xayr.